Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi hamkorligida navbatdagi tovlamachilik jinoyati fosh etildi. Aniqlanishicha, joriy yilning 18-fevral kuni 2000-yilda tug'ilgan fuqaro o'zining Nexia 3 rusumli avtomashinasida o'zga tanish bo'lgan yigit bilan uning sevgan qizini o'qishdan olish uchun Andijon davlat universiteti tomon ketayotgan vaqtida bir ayol ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ladi. 2000-yilda tug'ilgan shaxs ushbu vaziyatdan g'arazli maqsadda foydalanishga qaror qilib, o'zga tanish bo'lgan 2 nafar ayol bilan jinoiy reja tuzadi. Bu qing'ir rejaga ko'ra ayol bilan sodir bo'lgan yo'l transport hodisasiga go'yoki yigitning aybdor ekanligi ko'rsatilib, unga nisbatan ruhiy bosim o'tkazish boshlanadi. Xususan, guruh a'zolari ko'ngilsiz holat oqibatida jabrlangan ayolga ancha miqdorda xarajat qilishganligini ro'kach qilishib, buning evaziga yigitdan 550 AQSh dollari talab qilishadi. Agar kelishilgan pul mablag'lari berilmasa, yigit va uning sevgilisini uyga borib sharmanda qilish, ular haqida turli uydirmalar tarqatish bilan qo'rqitishadi. Buzoqning yugurgani somonxonagacha deganlaridek, mazkur tovlamachilik harakati uzoqqa cho'zilmadi. O'tkazilgan tezkor tadbirda jinoiy guruh a'zolari talab qilingan 550 AQSh dollari miqdoridagi pullarni olayotgan vaqtlarda tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Hozirda ushbu shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Agar siz ham tovlamachilik bilan bog'liq hamda boshqa shubhali faoliyatlar yoki shaxslar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, ekranda ko'rsatilgan call center ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirining birinchi bosqichi doirasidagi tezkor tadbirlar Andijon viloyati bo'ylab davom ettirilmoqda.